U qadimiy o'zga sayyoradan kelgan yovuzlik bo'lib, bolalarni qo'rqitish va ularning qo'rquvi bilan oziqlanish uchun turli xil maxluqlarga aylana oladigan mavjudot. U haqidagi ikkita to'liq metrajli filmdan tashqari, yaqinda chiqqan serialda ushbu masxaraboz ko'plab qiziqarli shakllari bilan maqtana oladi. Bu borada shou o'zidan oldingi asarlardan aslo qolishmagan. Endi esa o'zingiz bunga guvoh bo'lasiz, chunki bu video serialning birinchi mavsumidagi Pennywise'ning eng qiziqarli obrazlariga bag'ishlanadi. Avvalo, umuman yoqimtoy ko'rinmaydigan chaqaloqni eslab o'tamiz. Uning tug'ilishidan sal oldin Matt ismli bola notanish bir oilaning mashinasiga chiqib oladi. Ular bolani olib ketishga rozi bo'lishadi. Bir qarashda bu oila oddiy va mehribon ko'ringan, ammo aslida bunday emas. Eng e'tiborga loyiq jihati esa chaqaloq Mattning ko'z o'ngida tug'iladi. Bu dahshatli ikki boshli uchishga qodir mutant edi. Serial rejissyori Andres Musketning intervyularida aytishicha, bu obraz o'sha davrlardagi qo'rquvlarning ramziy ifodasidir. Serial voqealari 1962-yilda sovuq urush avjida bo'lgan paytda kechadi. O'sha yillarda Amerika jamiyati yadroviy hujumlar, sinovlar va radiatsiya oqibatlaridan, jumladan yangi tug'ilgan chaqaloqlardagi mutatsiyalardan ommaviy ravishda qo'rqardi. Keyingi obraz ham chaqaloqdan dahshatliligi bo'yicha qolishmaydi. Bu tirik stol chirog'i. U Teodor ismli yahudiy bolani qo'rqitadi. Avvalroq u otasi bilan stol atrofida o'tirgan bo'lib, otasi unga buvisi va bobosi qochib chiqqan konslagerda mahbuslar terisidan abajurlar tayyorlaganini aytib bergan edi. Oradan biroz vaqt o'tib, Teodor stol chirog'ini yoqqan paytda dahshatli manzarani ko'radi. Og'izlari tikib qo'yilgan inson yuzlaridan yasalgan abajur. Navbatdagi obraz Ronnining vafot etgan onasi. Ko'rib turganingizdek, Ronni o'z onasining tanasidan chiqib ketishga majbur bo'ladi va katta qiyinchilik bilan bu ishni amalga oshiradi. Shundan so'ng biz ona va kravatni birlashtirgan yangi obrazni ko'ramiz. Sahna davomida esa bu obraz bir necha bor o'zgaradi. Avval kravatning bosh qismi inson qo'llariga aylanadi, keyin esa ayol o'zining iblisga o'xshagan shakliga kiradi. Kindik orqali ona qizini og'ziga tortardi, ammo Ronni kindikni tishlari bilan uzib ozodlikka chiqadi. Shundan so'ng yovuzlik to'liq inson qiyofasiga kirib, qizchani yana bir muddat qo'rqitadi va yaqinlari yugurib kelgach yo'q bo'lib ketadi. Ronni singari Lilli ham o'z yaqinidan ayrilgan, ya'ni otasidan. Eslatib o'tamiz, u konserva zavodida ishlagan. Kunlarning birida Lilli o'sha yerda o'zining bir buyumini unutib qoldiradi va otasi uni olib kelish uchun ortga qaytadi. Shu payt hamkasbining mashinasi tiqilib qoladi va u yordam berishga qaror qiladi. U mexanizm ichiga kiradi, biroq qurilma o'chirilmagan bo'lib, natijada u halok bo'ladi. Shundan beri Lilli o'zini aybdor his qilib yashaydi. Agar otasi qaytmaganida tirik qolardi degan fikr bilan. Uning o'limidan so'ng ahmoqona mishmishlar tarqaladi. Go'yoki otasining tana qismlari butun shtat bo'ylab marinadlangan bodring bankalaridan topilgan emish. Bundan tashqari, maktabdagi kimdir uning ustidan kulib, shkafchasiga bodring bankasini qo'yib ketadi. Supermarketda bo'lganida Lilli g'alati narsalarni seza boshlaydi va oxir-oqibat savdo rastalari orasiga qamalib qoladi. Atrofda faqat marinadlangan bodring bankalari bo'ladi va ularning birida otasining boshi joylashgan edi. Qolgan bankalarda esa tanasining qolgan qismlari bor. Bankalar sinib ketgach, uning ko'z o'ngida 8 oyoqsimon maxluq paydo bo'lib, qiz tomon sudralib keladi va uni o'pmoqchi bo'ladi. Keyingi obraz general Fransisning bolaligidan tanish bo'lgan ko'zsiz chol. Bola uni Frek shouda ko'rib juda qo'rqib ketadi, ammo u oddiy odam bo'lib chiqadi. O'rmonda esa Fransis haqiqiy cholga emas, balki uning qiyofasini olgan Pennywise'ga duch keladi. Quvish davomida chol keskin o'zgaradi, tanasi kattalashadi, yuzi esa dahshatli tus oladi. Ammo bu dahshatlar Margaret ismli qiz uchun uyushtirilgan kobus oldida hech narsa emas. Qiz sinfda salyangozlarning shoxlarida yashovchi parazit qurtlar haqida dars eshitayotgan edi. Ekranda yuqtirilgan salyangozlarni tasvirini ko'rgan Margaret dahshatga tushadi. Oradan vaqt o'tib, Pennywise aynan shu qurtlar bilan bog'liq kobusni unga namoyish etadi. Ular uning ko'zlari ichida paydo bo'ladi va uning ko'zlari salyangoz shoxlariga o'xshab qoladi. Eng dahshatli sahna duradgorlik ustaxonasida bo'ladi. Margaret aylanuvchi arrani yoqib, parazit bilan zararlangan ikki ko'zidan qutuladi. Aynan shu paytda Li yugurib keladi va parazitlar ko'zdan g'oyib bo'ladi. Endi esa tarixiy flashbekka o'tamiz. Unda esa bu mavjudot o'zining Amerika tub aholisi oldida ularning qo'rquvlari qiyofasida namoyon qiladi. Avvaliga ushbu ruhoniy oddiy ko'rinishda bo'ladi, faqat ko'zlari sariq iblisona edi. Keyin esa u kattalashib, yanada qo'rqinchli tus oladi. Qo'lidan ko'rinib turibdiki, u chechak bilan kasallangan. Ayolga tegishi bilan unga ham kasalni yuqtiradi. Keyingi obraz Pennywise'ning harbiylar oldida paydo bo'lgan shakli. Bu baland, oq ko'k silindr shlyapa kiygan zombi sifat
mavjudot edi. U askarlarga barmog'i bilan ishora qilib "I want you" deydi. Bu esa shubhasiz urushga odam jalb qilish uchun ishlatilgan eski Amerika targ'ibot plakatlariga ishoradir. Va nihoyat birinchi mavsumdagi so'nggi obraz, uchuvchi Pennywise. Bu versiyada uning qo'llari o'rnida ulkan qanotlar, oyoqlari esa qushnikiga o'xshash edi. Mening fikrimcha ushbu Pennywise butun serialdagi eng epik mavjudot. Sizni serialning birinchi mavsumidagi Pennywise'ning qaysi shakli ko'proq hayratga sola oldi? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.